Inson hayotida shunday onlar bo'ladiki, u tubdan o'zgarishga yuz tutadi. Ba'zan bu o'zgarish muhabbatdan kelib chiqadi, ba'zida esa mehnat, ishonch va maslahat tufayli yurakda ijobiy o'zgarish boshlanadi. Jazoni ijro etish muassasalaridagi hayotni tasavvur qilish oson emas, ammo hayot shu joyda ham davom etadi. U yerda ham inson qalbida umid uchquni yonadi. Kelajakka ishonch paydo bo'ladi. Sohiba Mavliyanova ismli ayolning departamentga qilgan tashrifi ham shunday umidlardan birini jonli misoli bo'ldi. Nima murojaat bilan keldi Sohiba opa? Men ukamni oldiga borib keldim chorshanba kuni Zarafshonga 12-zonaga. Ukam o'sha yerda bog' yaratibdi, endi gullar, endi rayhon, keyin огород qilgan, pomidor, har xil narsalar ekan. Menda shunaqa ощущение bo'ldi, даже nima deydi? Gapirgani til ojiz deydi-yu. Keyin ko'rgim keldi, ko'rishdi, ichkariga kirib ko'rishdi, ilojisi yo'q. Keyin men ukamga aytdim, mayli dedim, men dedim Guvinga boraman dedim, vtornik kuni, mana vtornik bugun как раз. Yana bizga jazo. Sizlarga kelaman dedim, o'sha yerda iltimos qilaman, чтобы men благодарность minnatdorchilik yozdirib, o'sha yerda bularga aytib, gazetaga iloji boricha chiqarib, ukamda ham qilgan o'sha bog', огород, keyin qanaqangidir gullik, naveslar qildim dedi, aytib beryapti-da endi menga. Yo'q joydan andaqa qildim, boshliqlar вообще qoyil qoldi, kechalari loylarda ekding-a, Hasan shu rayhonlarni, sshu ko'kararmikan deb o'ylagandik, dahshat ko'kardi. Muncha pomidor ko'chaklari ekkandim dedi, opa dedi. O'shalar ham ko'karib pomidor soldi dedi. Qovunim, короче 21 ta dedim, 22 tami qovun soldi dedi. Shuni ham sanab chiqdingmi dedim-da endi. Qandaydir odam ichidan anaqa xursand bo'ldim-da. Shunga keyin shoshilib keldim. Kitoblar o'qiyaptim, mana yana kitoblar aytdi, uchta kitobni jo'natib yuborishim kerak. Shularni ham o'qisam dedi, hozir 3 ta anaqa oldim dedi, поощрение dedim. Ana bu produktda ham 10 kilo topshiramiz, o'shani nimadan tashqari yana 10 kilo produktda положено dedi. Uni oldi, Xudoga shukr. Endi uzoqligini inobatga olmaganda ancha yaxshi. Men ham o'sha yerda ishlayotgan barcha boshlig'idan tortib hamma ishchilariga minnatdorchilik bildirgani keldim. Usta shogird an'analariga ko'ra koloniyada yaratilgan imkoniyatlardan keng foydalanish maqsadida katta bog'bonga shogird tushganman. Shogirdlikka tushib turib 1 yildan oshiq muddatda shu bog'bonchilikda keng sir asrorlarni o'rganib kelib, bog'bonchilik ishlari bilan shug'ullanib, hozirda 10 dan ziyod shogirdlarni chiqaryapmiz. Ishlaridan, например, men davolnaman ukamni. U o'zi ham davolna. Opa dedi, men o'ylamagandim dedi, mana shunaqa sho'r joy ekan etlar. Birinchidan shunaqa sho'r joyda dedi, shunaqa огород qilib, narsa ko'kartirish. Hozir endi yaqinda achchiq qalampir pishadi, achchiq qalampir teramiz dedi. Keyin pomidor, до этого nima ekdik dedi. Salatovый karam. Nimaga oshxonalarga topshirdik dedi, oshxonalarda salatlarga qo'shib berdi dedi. Ukrop, zelen, hammasi. Bu imkoniyatlar davlatimiz rahbaridan berilganidan foydalanib, mana shu koloniyada boshliq va xodimlar tomonidan olib borilayotgan profilaktik suhbatlari, turli xil tadbirlardan o'zimga to'g'ri xulosa chiqarib, qilgan jinoyatim noto'g'ri ekanligini, o'zim va atrofimdagi oila a'zolarimga yetkazgan salbiy oqibatlarini tushunib yetdim. Qilgan ishimdan pushaymonman.
uning ukasi Navoiy viloyatidagi 12-son jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Ilgari u bilan uchrashuv uchun uzoq yo'l bosib borishga majbur bo'lardi. Bir kuni Sohiba opa departamentga murojaat qilib, ukasining Toshkentga ko'chirish masalasini ko'tardi. Men Ulug'bek bilan uchrashib, mana shuni 2-3 marta kelgandim o'tgan yil sentyabr oyida. Ulug'bek nima qilayin? Ulug'bek uzoq ekan desam, opa shoshilmang, ko'nikadi, shoshilmang dedi. Bu yoqqa olib kelmoqchi edim. Ha deb zonadan zonaga ko'chirtirmang. Bitta daraxtdan bitta joyda ko'karadi deb. Endi yoqqa o'rganganda sizlar kelasizlar, mana shu roditellar, ota-onalar, opa-ukalar sразу boshqa joyga ko'chirasizlar. Endi bu yoqqa ko'nikkanda sizga yo'l kiro qimmat, yo'l kiro uzoq, yana boshqa joyga ko'chirasiz. U bitta joyda tursa, o'sha yerda odamlari bilan sal chiqishib, okrujeniyani o'rganadi degani to'g'ri ekan. Keyin holiga tashlab qo'ydim. Mayli dedim, meni o'ylama kelib ketishimda dedim. Sen o'zingni joningni, o'zingni huzuringni o'yla dedim. Ras shu yerda senga ma'qul tushdimi dedim. O'sha yerda dedim, ko'kartir dedim, ishla dedim. Naborot o'zingda qandaydir vaqt ham tez o'tadi, ham kayfiyatli o'tadi-da. Bir narsani o'ylab o'tiraversang, soat o'tmaydi. Yerda ishga chalg'iydi, unisiga chalg'iydi. Mana uni ekdim, mana undaqa qilsam qanaqa bo'larkin deb, faqat o'sha ekkan narsasi bilan men bu kitobni oxirigacha o'qisam, oxirida nima bo'larkin deb uni o'ylaysiz. Например, kitob o'qisangiz, menda o'zimda shunaqa ощущение bo'ladi. O'shanga ichimga sig'may keldimda, xullas sizlarni oldilaringga, sizlarga ham, ularga ham rahmat aytgani. Mana shunaqa menga o'xshab yig'lab kelganlarga Ulug'bekka o'xshab to'g'ri yo'nalish bersa, ular ham o'sha borayotgan o'g'limi, ukasimi, o'shalarga to'g'ri yo'nalish bersa, effekt yaxshiroq bo'ladi degan maqsadda keldim. Hozir bu bog' nafaqat husn berib turibdi, balki bir inson taqdirining o'zgarganiga ham guvohlik qilyapti.